65-ci bab. Mansurxonning bayoni. Mansurxon Tangri uning hujjatlarini nurli qilg'ay. Sultan Ahmadxonning o'g'illarining cho'ng edi. Sultan Ahmadxon aksi Mahmudxonning xizmati uchun Toshkentga yurish qilganda Mansurxonni o'z o'rnida xonlik taxtida o'ltirg'izdi. Tarixning hijriya 909-yili. Oldingi betdagi izohga qarang. Mansurxon shu kunlarda 16 yoshda edi. Otasi Ahmadxon Toshkentdan yenib Aqsuga berib o'rlashdi. Mansurxonmu Aqsuga berib otasining xizmati sharafiga erishdi. Sultan Ahmadxon shu kunlarda vafot bo'ldi. Sultan Mahmudxon Aqsuni qo'yib Mo'g'ulistonga ketdi. Mansurxon Aqsuga o'rlashdi. Mansurxon bilan bir Jabbar bandining orasida ziddiyat yuz berdi. Mansurxon Mir Jabbar bardini o'ltirish qasdiga tushdi. Mir Jabbar bardimi Mansurxonning fikrini sezib qilib o'z jinni qutqizish uchun Mirza Abubakriga odam avatish fikriga tushdi. Shunday qilib Mirza Abubakriga maxfiy odam avatdi. Mirza Abubakri mo shunday bo'lish orzusini Tangri Taolodan tilab kelyotdi. Shunga o'zi yolg'iz 30 ming kishi bilan Aqsuga yurish qildi. Mir Jabbar bardi Mirza Abubakrining oldiga qarshi elish uchun chiqib, uning bilan ko'rishdi va uningga do'stlik, hamkorlik izhor qildi. Bu xabar Mansurxonga yetgandan keyin Aqsu qal'asini mahkam taqib, lashkarni Aqsu qal'asida qo'yib, o'zi Boy va Ko'san. Boy hozirgi Aqsu viloyati tavasidagi Boy noyisi tavasi Muharrirdan. Ko'san hozirgi Kucha noyisi tavasi Muharrirdan tarafga ketdi. Mir Jabbar bardi Mirza Abubakriga ishonch bog'langanlikdan 3 turpan qal'asini bu joy Mir Jabbar bardining turishlik o'rni va tavalligi edi. Mirza Abubakriga o'tkazib berdi. Ondan o'zi hamroh bo'lib Aqsuga keldi. Jangu jidallar bilan Aqsu viloyatini oldi. Sultan Ahmadxon 25 yil ichida yiqqan hamma xazina va mol-mulklarni Mirza Abubakri to'liq qo'lga kirgizdi. Aqsu xalqi ichidan Mo'g'ul va puhralarni butunlay ko'chirib Qashqarga mang'izdi. Hamma kishidan ilgari Mir Jabbar bardi o'zining xotini va bola chaqalarini Qashqarga avatdi. Uning bundaq qilishdagi maqsadi Mirza Abubakrining o'ziga bo'lgan ishonchisini qo'lga keltirish edi. Shuning uchun u shu tadbirni ko'rdi. Gerçi Mirza Abubakri ko'p mubolag'alar bilan ahli ayolning qishingda qolsin, o'zing boradigan vaqtida birga ilib borgaysan degan bo'lsa-mu, ammo Mir Jabbar bardi oila va bola chaqalarimni keyin ilib berish mushkuldir. Eng yaxshisi ahli ayolim ketib tursin. Men bir necha kungacha atrofdagi joylarni bulab talab, lashkaringizni o'lji bilan xo'shal qilib, ondan qo'shin bilan xizmatingizga borgayman dedi va bu hiyla bilan Mirza Abubakrini oldi. Mirza Abubakri Mir Jabbar bardining so'ziga ishinib, uning ahli ayolini va butkul xalqni birga ilib Qashqarga ketdi. Mir Jabbar bardiga 10 ming lashkar berdi. Ular bu noyidagi hujumdan omon qolgan yerlarning hammasini bulab talib, ondan Qashqarga qaytmoqchi bo'ldi. Mir Jabbar bardi lashkarni Boy Ko'san ustiga boshlab berib, u joylarni bulab talab necha kun hayol bo'ldi. U Mirza Abubakrining Qashqarga yetib ketib bo'lganligini qiyos qilgandan keyin lashkarlar orasidan qochib ketdi. Mirza Abubakrining lashkarlari atrofga ko'p ziyonlarni solgandan keyin parakanda holda Qashqarga yondi. Mir Jabbar bardining Aqsuda paydo qilgan bu hodislari sababidan Mansurxonga ko'p tartibsizlik, patparaqchilik yuzlanib, noyda ojiz va darmonsiz holatga tushib qoldi. Shunga Mansurxon Mir Jabbar bardiga qasd qilganiga ko'p pushaymonlar qildi. Mir Jabbar bardi Mansurxonning tog'isi bo'lib, uning singlisi Sohib Davlat begim Mansurxonning onasi edi. Mushu ahvol asnosida Mir Jabbar bardining xabari anglandi. Mansurxon bir necha kishilarni avatib, Mir Jabbar bardiga nurg'un o'zirxonliklarni aytib, va'dalarni berib, Mir Jabbar bardini ilib keldi. U puhralarga va Mir Jabbar bardiga Sultan Ahmadxon ko'p yaxshiliklarni qilgan edi. Mansurxon uningdan 2 hassa oshirib qildi. Mir Jabbar bardi kelgandan keyin Mansurxonning zaruriyatlaridan to'liq xabar topdi. U kunlarda bu qavmidan pat-pat qarshilik va mojarolar yuz berib turadi. Uni imkoniyatning yetishicha tinchitdi.
Bu vaqalarning tafsiloti nihoyat uzun. Uningdan keyingi ishlar esimda to'liq qolmabdi. Bu ahvol asnosida Mo'g'ulistonda Sulton Mahmudxon bilan Sulton Saidxon va Halil sultonlar orasida qarshilashish voqeasi yuz bergan edi. Uning xabari anglandi. Mansurxon Mo'g'ulistonga bordi. Tog'asi Mahmudxon bilan ikkisi ikkinchi qitim ko'rishdi. Mansurxon Sulton Saidxon va Halil sultonlar bilan tog'asi Mahmudxonning majlisida uchrashdi. Ondan Mansurxon qaytdi. Sulton Mahmudxon Mo'g'ulistonda urushning imkoniyatini topolmay, Mo'g'ulistonning ishlarini tartibga solib bo'lolmay, Mavara nahriga bordi va yuqorida bayon qilinganidek Xo'jan daryosining levida shahid bo'ldi. Sulton Mahmudxonning shahid bo'lganligi xabari Mansurxonga anglandi. Shunga qarindoshlari ustiga yurish qildi. Sulton Saidxon bilan Halil sulton qirg'izlar va qolgan mo'g'ullar bilan Mo'g'ulistonda edi. Mansurxon yetib kelib Charun Chalak, hozirgi Qozog'istonning Olmaota oblastiga qarashli Charun va Chilak rayonlari degan joyda sap tuzib qattiq urush qildi. Oxiri Mansurxon g'olib kelib, bu ikki qarindosh qochdi va Andijon viloyatiga bordi. Andijonning hokimi ulardan Halil sultonni o'ldirdi. Sulton Saidxon qochib Kabulga ketdi. Kabul hozirgi Afg'onistonning poytaxti Kabul atrofiga to'g'ri keldi muharrirdan. Bu voqealarning tafsiloti 2-daftarda bayon qilingusidir. Sulton Saidxonning ahvolimi shu joyda bayon qilinadi. Mansurxon Mo'g'ulistondagi barliq xalqni, mayli qirg'iz, mo'g'uldan bo'lsin, hammasini ko'chirib cholish va surpan tarafga elib ketdi. Qirg'izlar mo'g'ullarning ichidagi fitna fasodlarning boshlamchilaridan edi. Ularning ko'pinchisi hiyla bilan boshlab kelib qirib tashladi. Ozroqi Mo'g'ulistonga qochib ketdi. Uningdan keyin Mansurxon qalmoqlar ustiga bir necha navbat berib hujum qildi. To'li chaqlarda xon g'alaba qildi. Mansurxonning ishlari to'liq rivoj topdi, ammo qarindoshlari orasida pat-pat qarshilik paydo bo'ldi. Jumladan Amin Hoji sultonmi qarshilashdi. Mansurxon ikki navbat qarshilikni tinchitdi va uni tutib olgan bo'lsa-mu hech nima demadi. 3-qitim qarshilashganda Mansurxon uni tutib Yaraka Atakaga topshirib o'ldirishga hukm qildi. Lekin Yaraka Ataka Amin Hoji sultonni bir joyga yo'shirib qo'yib, xonga o'ldirdim deb ma'lum qildi. Bu voqeadan 1 yil vaqt o'tgan edi. Mansurxonning yana bir qarindoshi Bobojoq sultonmi qochib Boy va Ko'sanga keldi. Boy bilan Ko'sanni Mirza Abubakri va Mirza Barbardi qatorliqlar bulab talab vayron qilgan edi. Bobojoq sulton kelib xaroblashgan Boy va Ko'san qal'asini puxtlab obod qildi. Ziraat Tarihi quzdi. Mansurxon Bobojoq sultonning huzuriga kelib to'la nasihatlar qildi. Yarashish va ittifoqlashish so'zlarini orqa soldi. Bobojoq sulton, men sizga qanday ishinaman? Amin Hoji sultonmi menga o'xshashli qarindishingiz edi. Uni dushmanni ko'rib o'ldirdingiz. Endi men sizga ishonmayman dedi. Mansurxon Amin Hoji sultonni o'ldirishga hukm qilganiga ko'p pushaymon qildi va Bobojoq sultonga aytadigan hech qanday javob topa olmadi. Dal shu asnoda Yaraka Ataka ahvolni ma'lum qilib, men boshpashtoqlik bilan farmoningizga xiloflik qilib, Amin Hoji sultonni tirik saqlagan edim dedi. Mansurxon intayin xushal bo'lib, Yaraka Atakaning bu ishining mukofoti uchun uning martabasini o'stirdi. Amin Hoji sultonni Bobojoq sulton qishiga avatdi. Uningdan keyin Bobojoq sulton Mansurxonga itoat qildi. Ularning oralarida yarashish va ittifoqlashish hosil bo'ldi. Shu asnoda Sulton Saidxonning Mirza Abubakri ustidan g'alaba qilganligi va Qashqarini qo'lga olganligi to'g'risidagi xabar anglandi. Shunga Bobojoq sulton bilan Amin Hoji sultonni Sulton Saidxonning huzuriga avatdi. Bobojoq sulton bilan Mansurxon ikkilan bir onadan, Amin Hoji sulton, Halil sulton va Sulton Saidxon bir onadan edi. Sulton Saidxon Amin Hoji sultonning kelganlik uchun nihoyat xushal bo'ldi. Bu ahvollar 2-daftarda bayon qilingusi. Mansurxon Sulton Saidxondan xavfsirab vahimaga tushgan edi. Chunki Halil sulton Sulton Saidxonning ona bir qarindoshi edi.
U Mansurxonning sababi bilan O'zbekning qo'lida o'ldirilgan edi. Sultan Saidxon bilan Mansurxonning o'rtasida nurg'un shiddatli voqealar yuz bergan edi. Shunga Mansurxon ko'nglida Sultan Saidxon albatta uning intiqomini oladi deb jazm qilib qo'rqinishga tushgan edi. Ammo Sultan Saidxon uning o'ylagandek aksicha muomala qildi. U aksi Mansurxon huzuriga kishi avatib, uning bilan ko'rishishni iltimos qildi. Ular tarixning Hijriya 912 yili. Hijriya 912 yili, milodiya 1506-1507 yillarga to'g'ri keldi. Bu yilnoma hamma nusxalarda yuqorqidek ilingan. Biroq mushu kitobning 67 bobida, u ikkinchi kitobda bu uchrashish tafsili yozilgan vaqtida Hijriya 922 yili, milodiya 1516 yili deyilgan. Amaliyotda 922 yili bo'lgani to'g'ri edi. Aqsu bilan Ko'sanning orasida uchrashdi. Sultan Saidxon Mansurxonga itoat qildi va xutbani aksi Mansurxonning itiga o'qitdi. Bu ikki qarindoshning orasida yorishish va to'liq ittifoqlik tuzildi. Bu ikki xonning barkatidan 20 yil muddat ichida shu qadar farovonlik va tinch amallik bo'ldiki, kishilar Qumuldan toki Xitoy va Andijongacha yolg'iz berib keladi. Yo'l uzoqligiga ehtiyoj bo'lmag'achqa har kecha bir uyda mehmon bo'ladi. Pok va muqaddas Tangri bu ikki xonning adolatli vujudini yaxshilar qatorida qo'pqili nisib qilg'ay va a'lo darajaga yetkazgay. Butkul olamning parvishkori bo'lgan Tangrining Muhammad alayhissalom va uning oila tavobatlari ham ulug' sohiblarining haqqi hurmatidan amin. Bu 20 yil muddat ichida Mansurxon necha qitim Xitoy ustiga urushga bordi. Har qitimda Mansurxon nusrat qozonib, zafar quchib qaytib keldi. Shu g'azotda Mirza Barbardi shahid bo'ldi. Hoji Tojiddin mu shahid bo'ldi. Hoji Tojiddin Muhammad bo'lsa Ko'san xo'jalaridan bo'lib, Hazrati Mavlona Rashidinning avlodidandir. Kitobning bosh qismida bayon qilib o'tilgandek, Mo'g'ullar Hazrati Mavlona Rashidinning qo'llarida islomga musharraf bo'lgan edi. Hoji Tojiddin Muhammad Mavlona Ali G'arantusi Tangri u zotga rahmat qilg'ay. Hazratlarining huzurida ilm tahsil qilgan edi. Avliyolar peshvosi Hazrati Mavlona Xoja Nasriddin Abaydullah uning sirlari muqaddas bo'lg'ay. Ning muborak suhbatlariga musharraf bo'lgan va u zotning mehrlik nazarlaridan bahramon bo'lgan edi. Fiqir Hazrati Tojiddinning o'z tilidan anglagan edim. U zot mundaq degan edi. Bir kuni Hazrati Xoja Ahrar uning sirlari muqaddas bo'lg'ay ning suhbatlarida edim. Hazrati Ishon shubhilik taomidan parhez qilmoq kerak dedi. Majlisda hozir bo'lganlarga nazar soldim. Ularning hammasi taqvodor, parhezkor edi. Meningdan boshqa parhez tutmagan kishi yo'q edi. Demak, shu kundan boshlab ko'nglimda har qanday taom bo'lsa, uning halol g'izo ekanligiga ishonchim bo'lmasa, hargiz yemayman deb niyat qilgan edim. Meni afv qilinglar. Sizlarning taominglarni yeyolmayman. Demak, Hoji Tojiddin intayin taqvodor va parhezkor zot edi. 50 yil muddat ichida Sultan Ahmadxonning va Mansurxonning huzurida bo'ldi. Xonlar o'zlarini uning murdlari qatorida qo'yib, ehtirom bilan muomala qiladi. Lekin u 50 yil jarayonida xonlarningmi, shahzodalarningmi, amir va sipohlarningmi, puhralarningmi, murid muxlislarining nazr va hadiyasini qabul qilmay va olmay kelgan edi. U zot o'zi tijorat va ziroat bilan hayot kechirdi. Pok va ulug' Tangri va u zotning mol dunyolarga g'oyibdan shundoq berkat bergan ediki, to'lidan to'la mol dunyo to'plangan ekan. U zot har yili xonlarga va amirlarga nurg'un miqdorda odamgarchilik va ziyofatlarni qildi ekan. Faqir yo'qsullar, miskin ojizlar shundoq u zotning dehqonlari, tijoratchilari, kasblarning hammasi u zotning mollaridan bahramon bo'lib manfaat oladi. Bu jihatdan ularga hech kishining inkori yo'q. Mamlakatning hamma ishlari u zotning oldinlarida hal bo'ladi. U haqiqatan ziyrak, fazilatlik, muruvvatlik, saxovatlik va himmatlik zot edi. Xitoy urushida Mansurxonning ko'z oldida shahid bo'ldi. Tangri uningga rahmat qilg'ay.
Mansurxon Xitoy urushidan qo'li bo'shgandan keyin Mo'g'ulistonning Arish. Bu ism Farscha birinchi nusxada Artish deyilgan. Qolgan nusxalarda yuqorqidek elingan. Degan yerida O'zbek qozoqlar bilan urush qildi. Bu qitimda Mansurxon yengilib qoldi. Bekchak tabiqasidan Sufi Mirza bo'lsa, saltanat tayanchilari ichidagi eng ulug' zot edi. U zot shu urushda qazo topdi. Uningdan keyin Mansurxon Chalish va Turpandan kamroq harakat qildi. Sultan Saidxon vafot bo'lgandan keyin Mansurxon Oqsuga 2 qitim keldi. Lekin hech ish qila olmayandi. Tarixning Hijriya 952-yili. Hijriya 952-yili, milodiya 1543-1544-yillarga to'g'ri keldi. Vafot bo'ldi. Tangri uning hujjatlarini ro'shan qilg'ay. Yoshlari 65 edi. Chag'atay nasibidan bo'lgan xonlar orasida Yunus xondan keyin hech qaysi xon bu yoshgacha yashay olmagan edi. Tarixning Hijriya 907-yili. Hijriya 907-yili, milodiya 1501-1502-yillarga to'g'ri keldi. 16 yoshida xon bo'lgan edi. 43 yil podshohlik qildi. Shuncha uzun muddat va turoqsiz davlat bilan kun o'tkazdi. Mo'g'ul xonlaridan hech kishiga mundaq uzun davlat tutish nasib bo'lmagan edi. Mansurxonning hayoti boshdan oxirigacha xayrli ishlar va toat ibodat bilan ziynatlangan edi. Farz namozlardan boshqa vaqtlarini Qur'on tilovatga sarf qiladi. Peqir Mansurxonning yaqinlaridan anglagan edim. Ular mundaq degan edi. Xon o'zining butkul vaqtidan 5dan 1 hassida podshohlik ishini qiladi. Qolgan 4 hassini namoz va Qur'on tilovatga, shundaqla da'vo ishlari va boshqa ishlarga sarf qiladi. Vaqtni ching tutish jihatda shayxlar orasida bo'lsin yoki tariqat ahli orasida bo'lsin, Mansurxonga tang turadiganlar noiti kam edi. Shuning uchun ana shundaq umr va dunyo davlatiga erishdi. Xallar orasida uningdan ilgari o'tgan ko'pinchilari u erishgan umr sharbiga erishalmagan edi. Umidim shuki, pok va buyuk Tangri uning oxiratdagi kunlarini bu dunyodagidek obod qilg'ay. Ey olamning parvardigori, amin. Mansurxon ilm, hikmat, aql, idrak va choda tadbirlarda jahon tutish qoidasi, lashkar boshqarish choralari va mamlakatni idora qilish usullarida intayin dona edi. Uning xuy mijozda podshohlik hashamatlari, xonlik salobati va ulug'ligiga moyillik yo'q edi. Balki takallufsiz, erkin ozoda bo'lishga tirishadi. O'zini boshqa xaloyiqdan hech qanday ishda ayrim tutmaydi. Mansurxonning davrida bir hofiz bor edi. Xush ovozda qiroat qiladigan qori edi. Chegara ichida hech kim Qur'onning qoidalari va qiroat ilmini uningdan yaxshiroq bilmaydi. Kishilar uni Hofiz Bagas, Pasha Sag, it deb atashadi. Ammo uning mijozi shu qadar turoqsiz va diyonatsiz ediki, uning yomon sifatlarini bayon qilishga kishi hijolat bo'ladi. Mansurxon uningdan Qur'on qoidalari va qiroat ilmini ta'lim ilib Qur'onni yodga oladi. Ba'zi vazirlar Mansurxonni xilvat joyga chaqirib, bu Hofiz Magas qorining mijozi bekmu tuturuqsizdir, xususan yaqinqi kunlarda uni qo'li bilan billa tutibdi. Uningga shogird bo'lib qiroat ilmi o'rganish xonning sha'niga munosib emas deb arz qilishibdi. Xon ularga: "Men uningdan kalam-mualla, Allohning so'zlarini o'rganaman. Qiroat ilmini ta'lim olman. Men uningdan tuturuqsizlikni, xiyonatni va qalning sifatlarini o'rganmaydigan tursam, uning tuturuqsizligining mang nima ziyini bo'lsin" debdi. Demak, Mansurxon diyonatlik va pok e'tiqodlik podshoh edi. Butkul umrini yaxshi ishlarga va toat ibodatga sarf qildi. Uningdan 2 o'g'il qoldi. Birining iti Shohxon, yana birining iti Iskandar Sulton edi. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorida elingan. Farscha 1-chi, 2-chi nusxalarda Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida Muhammad Sulton deyilgan edi. Bir qizini Sultan Saidxon o'g'li Abdurashid xonga elib bergan edi.
Bu ahvollar 2-daftarda bayon qilingusi. 66-bob. Mansurxonning o'g'li Shohxonning bayoni. Mansurxon Tangri uning hujjatlarini nurlandirg'ay. Oxirgi umrida cho'ng o'g'li Shohxonni o'z o'rnida podshoh qilib chiklab qo'yib, o'zi pinhon o'rinda toat ibodatga mashg'ul bo'lgan edi. Mansurxon vafot bo'lgandan keyin Shohxon Turpan va Chalish taraflarida mustaqil hokimiyat yurgizdi. Hozir tarixning hijriya 952-yili. Hijriya 952-yili, milodiya 1545-1546-yillarga to'g'ri keldi. Bo'ldi. Helimu otasi Mansurxonning o'rnida Shohxon podshohlik qilyotdi. Shohxon otasining mulozimlariga xonlik ishlarida va podshohlik yo'sinlarida noto'g'ri yo'l bilan muomala qiladi deb angladik. U yomon sifat va noloyiq axloq bilan mashhur bo'ldi. Ammo uning tafsilotini bayon qilishdan hech qanday manfaat yo'q, ham bizning maqsadimiz bilan bu xil bayonlarning hech qanday aloqasi yo'q. Uning buzrukvar otasi hayot vaqtida yaxshi nom va poklik liboslarini haqiqat va din zinnatlar bilan bezigan edi. Lekin u ulug' buzrukvar otasining xotirasi va orzusiga rioya qilmagan edi. Ota-onaga qilishga tegishli xizmatlar bo'lsa, din va dunyoning to'g'ri va nijotliq yo'lidir. Bundaq yaxshi ishlar bo'lsa, uningdan vujudga kelmagan edi. Gerçi shundaq bo'lsa-mu, lekin tarixchilarning qoidasi shuki, zikr qilinuvchi gerçi loyaqatlik bo'lmasa-mu, lekin ularning tazkira silsilalarini bir-biridan uzib o'tmay, balki nima bo'lsa shuni aynan bayon qildim. Chunki ularning maqsadi podshohlarning go'zal axloqlarini bayon qilish yoki ularning yomon sifat, qabih harakatlarini nazardan saqit qilish emas, balki barliq yaxshi va yomon sifatlari, güzel ve qabih axloqlarning hammasini to'liq bayon qilishdan iborat. Shunda qilgandila olam qavmlari ichidan ularning tarihi yetib borganlarning har biri ulardan keyin podshoh va puhra bo'lsin, har kishi o'z tarixiga nazar tashlasa, ularga pandu nasihat bo'lg'usi. Ular yaxshi axloqning natija va foydalarining va yomon qiliq, qabih harakatlarning ziyonlarining qanday bo'lganligini bilgisidir. Her kişi bunu yodlarida tutup, bu nasihatlarni qabul qilib, yaxshi amallarga moyil bo'lib, qabih ishlarni saqlang'usidir. 67-bob. Sultan Ahmadxonning o'g'li Sultan Saidxonning bayoni. Sultan Ahmadxonning 18 o'g'li bor edi. Hammasining cho'ngi Mansurxon bo'lib, uning ahvoli yuqorida bayon qilingan. Uningdan keyin Iskandarxon edi. U otasidan keyin kesal bo'lib vafot bo'ldi. Iskandar sultonning kichigi Sultan Saidxon edi. Qolgan 15 o'g'lining tafsiloti 2-daftarda bayon qilingusi. Sultan Saidxon 14 yoshda edi. Sultan Ahmadxon akasi Sultan Mahmudxonga yordamga mangdi. O'g'illardan Sultan Saidxonni va Boboxonni hamroh qilib ilib Toshkentga bordi. Xonlar bir-biri bilan hamroh bo'lib turayotgan zamonlarda Sultan Saidxon otasi Ahmadxon va tog'asi Mahmudxonning otadarchiligida baxtiyor kun o'tkazdi. Sultan Ahmadxon va Mahmudxon ittifoqlashib Shohbekxon bilan oqsida urush qildi. Buning tafsiloti yuqorida bayon qilinib o'tdi. Urushda Shohbekxon g'olib kelib, Sultan Ahmadxon va Mahmudxonni mag'lub qildi. Shu mezgilda Sultan Saidxonning oyog'ining ustixoniga bir o'q tegib, ustixonning beshi sundi. U o'zini cho'nqur bir yerga tashladi. Shu joyga kishilar urush oxirlashgandan keyin Sultan Saidxon topdi. Uning oyog'i sunganlikdan hech yerga ilib bormay, bir necha kungacha muhofazat qildi. Bir oz saqaygandan keyin Oqsining hokimi Shayx Bayazidning yeniga belib bordi. Shayx Bayazidning ahvoli 2-daftardagi Sultan Ahmad Tanbalning sifatlari babida bayon qilingusi. Shayx Bayazid Sultan Saidxonni qamoqda saqladi. Yandurqi yili ochliq bosh chiqargan mahalda Shohbekxon yana Farg'ona viloyati va Sultan Ahmadi Tanbal Xanzucha nashrga asosan to'liqlandi muharrirdan ustiga keldi. Sultan Ahmadi Tanbal Shayx Bayazid va barliq og'i inilari bilan Shohbekxonning qo'lida o'ldi.
Farg'ona viloyati Shahbixonga taalluq bo'ldi. Shu paytlarda Sulton Saidxon qamoqda edi. Shahbixonning sipohlari Sulton Saidxonni Shahbixonning oldiga ilib bordi. U Sulton Saidxonni farzandim deb shafqat va marhamat bilan yaxshi qarab, o'ziga hamroh qilib Samarqanddan Hisarga ilib bordi. Xusravshah Qunduz va Badaxshonni ishg'ol qilgan mezgilda Sulton Saidxon Shahbixon bilan birga edi. Shahbixon bu muhim ishdan bo'shgandan keyin yana Samarqandga qaytdi. Ondan Xorazmga yuzlandi. Shu kunlarda Sulton Saidxon Shahbixondan qochib Mo'g'uliston tarafga bordi. Uzun Ahmadning yeri orqali Yettikant degan joyga yetib keldi. Xanzuchi nashriga asosan to'liqlandi muharrirdan. O zamanda Sulton Mahmudxon shu joyda bor edi. Sulton Saidxon Buzrukvar tog'asi Sulton Mahmudxon bilan Yettikantda ko'rishdi. Bir necha kun uning xizmatini qilib ko'rdi. Qarsa Sulton Mahmudxonga hukumat qoidasi bilan mamlakatni boshqarish ishlarida savarlik o'tkazish va beparvolik qilish odati bo'lib qolgan edi. Bu tufaylidan Sulton Saidxonga butunlay mayuslik, umidsizlik yuzlandi. Shunga Mahmudxonning mulozimatidan qochib Mo'g'ulistonga borgan edi. U mezgilda qarindishi Halil Sulton qirg'izlarga hokim edi. Uning qishida 4 yil turib qirg'izlar ichida umr o'tkazdi. Bu 4 yil ichida Sulton Saidxon Halil Sulton, Sulton Mahmudxon va Mansurxonlarning orasida ko'p voqealar yuz berdi. Oxiri ish shu yerga yetdiki, Sulton Mahmudxon o'z qarindishining o'g'li tufaylidan Mo'g'ulistonda turolmay, Shahbixondan shafqat ko'zlab uning oldiga bordi. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Shahbixon uni Xo'jandda shahid qildi. Sulton Mahmudxon Shahbixonning oldiga ketgan vaqtda Sulton Saidxon va Halil Sulton Mo'g'ulistonda qirg'izlar ichida qolgan edi. Shu ahvolda ular Mansurxon Chalish tarafdan lashkar tortib Mo'g'ulistonga kelayotganmish degan xabarni angladi. Bu xabarni anglab bularmi barliq qirg'iz va Mo'g'ul lashkarlarini yig'ib Chorun Chalak degan bir mustahkam joyda tayyorlanib turdi. Mansurxon lashkarlarini tayyorlab yetib keldi. Ikki taraf lashkari bir-biriga taqobil turib qattiq urush qildi. Oxir Sulton Saidxon va Halil Sulton urushda yengildi. Halil Sulton urushdan qochib Farg'ona viloyatiga yuzlandi. U tog'asi Mahmudxonning qishiga bormoqchi bo'ldi. Mahmudxonning yuz xotirasi tufaylidan Shahbixonni o'ziga shafqat va muovat qiladi deb umid qildi. Shunday qilib, u oxisiga yetdi. Shahbixonning tog'laridan bo'lgan Janibixon Farg'ona viloyatiga hokim edi. U Halil Sultonni shahid qildi. Sulton Saidxon janggohdan yongandan keyin Mo'g'ulistonda qochoq holatda urush qilib turishni niyat qilgan edi. Ammo oxir shunday hodisaga duch keldiki, Mo'g'ulistonda turmoq bilan hech narsa hosil bo'lmadi. U hodisaning tafsiloti 2-daftarda bayon qilingusidir. Agar bu yerda so'zlasak, so'z uzrab ketadi. Al-qissa. Sulton Saidxon ilojisiz Andijonga bordi. U yerda turolmay Kabulga, Umar shayxning o'g'li Bobur shahning huzuriga bordi. Bobur podshoh Sulton Saidxonning hammasining o'g'li edi. Bobur podshoh Sulton Saidxonga ko'p izzat ikramlar qildi. Sulton Saidxon Kabulda 3 yil turdi. Shahibixonni Marv hozirgi Marva shahrining sharqidagi Koni Marva shahri muharrirdir. Da Shoh Ismoil o'ldirdi. Bobur podshoh Kabuldan Qunduzga yurish qildi. Sulton Saidxon hamroh bo'lib Qunduzga keldi. Bu chaqda bu kitobning muallifi Muhammad Haidar Mirzaning tog'asi Saydu Muhammad Mirza ibni Muhammad Haidar Mirza Andijonda bo'linib chiqib, Jonibek sultonni Andijondan qo'g'lab chiqarib, Farg'ona viloyatini ishg'ol qildi va bo'lgan voqealarni maktubga bitib, Bobur shohning huzuriga berdi. Bobur podshoh xonning mulozimlari bo'lmish Mo'g'ul amirlarini qo'shib, Sulton Saidxonni Andijonga berdi. Saydi Muhammad Mirza darhol Sulton Saidxonning oldiga chiqib, ishg'ol qilgan viloyatlarning hammasini uningga tava qildi. Xon Saydi Muhammad Mirzani intayin aziz va mukarram tutdi. Qadimiy Mo'g'ul qoidasi bo'yicha ulus beklik mansibi Saydi Muhammad Mirzaning nesivasi edi. Uni Saydi Muhammad Mirzaga berdi. Bu chaqda Mirza Abubakri Qashqardan 20.500
chirik to'plab Andijonga yurdi. Ular Farg'ona viloyatini tama qilib yetib keldi. Sulton Saidxon 1500 kishi bilan ularning yo'lini to'sdi. Andijondan 200 fasang yiroqlikdagi Tutluq degan yerda ikki taraf lashkarlari bir-biriga qarshi saf tuzdi. Ular shu qadar qattiq urush qildiki, oqibat Tangrining yordami bilan g'olibiyat Sulton Saidxonga yor bo'lib, 1500 kishi bilan 20500 kishini mag'lub qildi. O'lim yetim ishlari nihoyat ko'p ko'rildi. Sulton Saidxonga bu nusrat va g'olibiyat muyassar bo'lgandan keyin uning haybatidan atrofi olamning podshohlariga ko'p qo'rqinish va xavf paydo bo'ldi. Farg'ona viloyatida o'zbek podshohlaridan hech biri qolmadi. Parakanda bo'lgan o'zbek sultonlari Farg'ona chegaralari atrofida bor edi. Hamma o'zbeklar Samarqand va Toshkentga yig'ildi. Bu kunlarda Bobur podshoh Hisor va Shodmonda u viloyatlarning podshohlari bilan urush qilib g'alaba qildi va mushu mag'lub qilish bilan tang o'zbeklarni Movarao nahridan qo'g'lab Samarqand taxtigohida o'ldirdi. Xon Andijonda o'rlashdi. Bu vaqa tarixining Hijriya 917-yili, Hijriya 917-yili, milodiya 1511-1512-yillarga to'g'ri keldi. Rajab oyida bo'lgan edi. Shu yili boshbahor mezgili edi. O'zbeklar Turkistondan Toshkentga keldi. Abeydullohxon Buxoro atrofiga bordi. Bobur podshoh Abeydullohxonga taqobil turish uchun berib, Buxoro chegarasi ichida tutishib urush qildi. Abeydullohxon g'alaba qildi. Bobur podshoh mag'lub bo'lib, Samarqandga qaytib keldi. U bu yerda turolmay ko'chib Hisarga bordi. Demak, o'zbeklar bosh ko'tardi. Sulton Saidxon Andijonda edi. Bobur podshoh Shoh Ismoildan yordam tiladi. Shoh Ismoil Amir Najm otliq bir amirni 60 ming lashkar bilan Bobur shohga yordamlashga avatdi. Bobur podshoh ular bilan qo'shilib Samarqandga bordi. Xonmu o'zbeklar bilan urush qilish maqsadida Andijondan Samarqandga yurdi. Toshkent tarafda xonning qarshi tarafida Saminch xoja, Hanzuch nashrda So'yinch xoja, So'yinch xoja deyilgan muharrirdan. Xonning 7000 chiriki bor edi. Bu ikki lashkar qattiq urush qildi. Oxiri Saminch xoja xon g'alaba qildi. Sulton Saidxon mag'lub bo'lib, talofatga uchrab Andijonga yenib keldi. Bu kunlarda Bobur shohmu Buxoroda o'zbeklardan shikast yeb Hisor Hanzuch nashrida Andijon deyilgan muharrirdan ga yetib keldi. Bu kitobning muallifi Muhammad Haydar ko'ragan Tangri uning hujjatlarini nurli qilg'ay. Shundoq bayon qiludiki, Bobur podshoh Amir Najm bilan ko'rishgandan keyin men Bobur podshohdan ruxsat olib, Sulton Saidxonning mulozimati uchun Andijonga bordim. Bu chaqda xon Saminch xojaxondan talofat yeb Andijonga yetib kelgan ekan. Bahor vaqti edi. Xon Qosim xonning yeniga bordi. U Qozoq podshohi edi. Uning lashkarlari 300 ming kishi edi. Qosim xon xonga haddidan ziyoda izzat ikromlar qildi. Xon necha yillardan keyin hamisha Qosim xonning qilgan kasbini eslaydi. Uni yo'qlaydi. Biz u yerdan yenib kelgandan keyin xon meni kuyovul bilan ko'raganlik martabasiga yetkazib, yaqinlari orasida mumtoz va mukarram qildi. Bu qissalarning hammasi 2-daftarda yozilg'usi. Tarixning 920-yili. Hijriya 920-yili, milodiya 1514-1515-yillarga to'g'ri keldi. Bahor mavsumi edi. Barliq o'zbek podshohlari son-sanoqsiz lashkar va sipohlar bilan Andijon tarafga qarab yurish qilib keldi. Xon urush qilishni muvaffaq ko'rmay, o'zbek lashkarlari Farg'ona viloyatiga yetib kelmasda Mo'g'uliston tarafga yurish qildi. Yetti kandikka kelganda ular birdak maslahatlashib, Mirza Abubakirning inisi tog'am Saydohmad Mirzani oldi bilan Qashqarga avatdi. Xonmu to'xtovsiz yetishib kelib, Qashqarda urush qilib, Qashqar lashkarlarini mag'lub qildi. Qashqar lashkarlari shaharga bekinib oldi. Xon Yangisarga yaqin chiqib, Yangisar qal'asini 3 oy qurshab yotdi. Oxiri Yangisar ahli tog'am Saydohmad Mirzaga zorlanib iltijo qilib, qal'ani ichib berdi.
Bu xabar Qashqarga yetdi. Qashqarga lashkarlarmi shaharni tashlab qochib ketdi. Qachon qochgan lashkarlar Yorkentga Mirza Abubakirning qishig'i berib, bo'lgan ahvolni bayon qildi. Mirza Abubakirmi qochishni ixtiyor qilib Xotan ketdi. Xonmu to'xtovsiz qo'g'lab Mirza Abubakirning keynidan lashkar avatdi. Ular toki Tibet teg'ichi orqasidan qo'g'lab bordi. Mo'g'ul lashkarlariga madadin ziyoda mol-mulk, ot, qichirlarni o'lg'a tushdi. Buning tafsiloti ikkinchi daftarda bayon qilingusi. Xon Qashqar taxtigohida o'ltirgan vaqt tarixning hijriya 920-yili Rajab oyi edi. Xanzuchi nashrga asosan to'liqlandi muharrirdan. Bu chaqda xon bilan ona bir qarindosh bo'lgan Amin Xoja Sultan qishning oxirgi mezgillarida Turpandan keldi. Buning tafsiloti yuqorida bayon qilindi. Amin Xoja Sultanning hamma amirlari Mansur Xondan to'liq shikoyatlar qildi. Uning Mo'g'ulistonda qilgan adovat va dushmanliklarni bir-birlab bayon qilib, Mansur Xonni qatl qilib yo'qotish uchun to'liq harakatlarni qilib tirishchanlik ko'rsatdi. Ammo xon javob berib, Mansur Xon bizning akimizdir. Ilgari biz bosh-boshdoqlik qilib, uningga itoat qilmay, uning akillik haqqini saqlamaganligimiz uchun bizga adovat qilib, bizni adablab qo'yish uchun biz bilan dushmanlashgan edi. Endi bizning bosh-boshdoqlik qilaverishimiz ravo emas. Shunga nuqsonlarimizni ustimizga elib, o'zir aytib qilgan yomonliklarimizning badliga uningga yaxshi xizmatkorlik qilib, inilik shartini ado qilganimiz yaxshi dedi. Mushu maslahat bo'yicha o'zirnoma yezib Mansur Xonga elchi avatdi. Mansur Xon Sultan Saidxondan cho'chib va vahima qilib jon halqumga yetgan edi. Bu xush xabardan uningga yangi jon va toza ruh hosil bo'ldi. U titrigan va larzaga kelgan holda Sultan Saidxon bilan ko'rishish uchun yo'lga chiqdi. Ular Oqsuv bilan Ko'sanning orasida ko'rishdi. Sultan Saidxon xutba va pulda Mansur Xonning itini atab to'liq itoatni baja keltirdi. Mansur Xondan kelgan dushmanlik va adovatlarning muqobilisida Sultan Saidxon yaxshilik va farmonbardorlik qildi. Bu ikki xonning sulhi va ittifoqidan xalq orasida shu qadar tinch, omonlik va farovonlik hosil bo'ldiki, Qumul va Xitoy chegaralaridan toki Farg'ona viloyatigacha tanho bir kishi yo'l ozuqidan yuk bilan berib xotirjam kelalaydi. Bu sulhi uchun iqtidorli taliblar Dolishkiri bin Shah Shadxo'ram bo'lgan ikki qo'shin Dolishkir bin Shah, Dolishkir bin Shad Shadxo'ram bo'lgan ikki qo'shin degan so'zdagi harflar abjad hisobi bo'yicha 922 degan voqeani ifodalaydi. Toshkentda Ruscha nashrida 923 deb izohlangan. Hijriya 922 yili, milodiya 1516 yilga to'g'ri keldi. Degan so'z tarix qilib tepib chiqdi. Aşı kunlarda Muhammed Qirg'iz pat-pat Turkistonni bulab talab, sayramni chopqin qilib, musulmonlarni bulang talan qiladi. Xon islom g'albisidan keyin bundaq ishni makruh deb qaraydi. Shunga Muhammed Qirg'izning ustiga chopqin qilib, uning musulmon xalqiga qilg'indimi oshiribroq o'ziga va qirg'iz guruhlarga talon-taroj yurgizdi. Muhammed Qirg'izni tutib qamoqqa oldi. U 15 yil qamoqda yotdi. Tarixning hijriya 928 yili. Hijriya 928 yili, milodiya 1522 yillarga to'g'ri keldi. Edi. Xon o'g'li Rashid Xonni Mo'g'ulistonga chiqardi va Mo'g'ulistondagi tamom qirg'izlarni bo'ysundirdi. Mo'g'ulistonda Rashid sultonga nurg'un odam qitildi. Oxir shundoq bir ahvol yuz berdiki, Mong'itlar istilosi tufaylidan O'zbek qozoqlarining dashti qipchoqda turishi mumkin bo'lmay Mo'g'ulistonga keldi. Ular 200 ming kishi, ular bilan birga turish mumkin emas edi. Shunga bir necha muddatdan keyin Rashid sulton o'z lashkari bilan Qashqarga yenib keldi. Ondan Sultan Saidxon Badaxshonga lashkar tartib berib, Badaxshonning yerimini ishg'ol qildi va hozirgacha Qashqar devoniga tava bo'lib turibdi.
Buning tafsiloti uzun bo'lg'achqa, ikkinchi daftarda bayon qilingusi. Shuningdek keyin Badaxshanning mirosxo'rligi jihatda yuqorida zikr qilingan Shoh Bekam bilan jidal mojarolar bo'lib o'tdi. Bu tarixlarning hammasi ikkinchi daftarda bayon qilingusi. Sultan Saidxon ikki qitim Badaxshonga lashkar tortib bordi. Birinchi qitim borgan vaqti tarixning hijriya 925-yili. Hijriya 925-yili, milodiya 1519-yilga to'g'ri keldi. Yana bir navbat borgan vaqti tarixning hijriya 936-yili. Hijriya 936-yili, milodiya 1529-1530-yillarga to'g'ri keldi. Edi. Xon tarixining hijriya 934-yili, hijriya 934-yili, milodiya 1527-1528-yillarga to'g'ri keldi. Yili meni Rashid Sultan bilan billa Bellurga urushqa avatdi. Bellur Badaxshan bilan Kashmirning oraliqidagi Kuparlar viloyatidir. Biz u yerga berib, urush qilib g'alaba nusrat qozonib, nurg'un g'animatlarni qo'limizga tushirib yenib keldik. Bu vaqadan necha muddat o'tgan edi. Amin Haji Sultanni chiqimchi va suxanchilar Sultan Saidxonga chiqib, xonning mijozini o'zgartib badgumon qildi. Xon Amin Haji Sultonga Aqsuni bergan edi. Aqsu Mirza Abubakrning hukumati zamoni, ya'ni tarixning hijriya 909-yilidan. Hijriya 909 yili, milodiya 1503-1504-yillarga to'g'ri keldi. Toki tarixning hijriya 923-yili. Hijriya 923-yili, milodiya 1517-yilga to'g'ri keldi. Xanzuchi nashrda 913-1507-yili deyilgan muharrirdan. Bo'lg'icha vayrona holatda edi. Amin Haji Sultan Aqsuni ovat qilib, ma'murchilikqa yetkazgan edi. Sultan Saidxon Amin Haji Sultonga muomalasini o'zgartib, meni Rashid Sulton bilan billa Aqsuga avatdi. Biz berib, Amin Haji Sultonni uy vaqtlari bilan billa ko'chirib Qashqarga avatdik. Men Rashid Sultonni Aqsuda qoldirib, uningga lashkar va fuqarolar muomalasi va yurt mamlakatni boshqarishga kerakli qo'shin va lozimatliklarni to'liq berib, so'yinchi saramjonlarni elib, xonning xizmatiga keldim. Xon Amin Haji Sultonni Hindistonga chaqirdi. Amin Haji Sulton Hindistonda o'z ajali bilan vafot bo'ldi. Tarixning hijriya 938-yili. Hijriya 938-yili, milodiya 1531-1532-yillarga to'g'ri keldi. Edi. Sultan Saidxon tubutlar bilan urush qilmoq uchun Tibetga yetib bordi. Meni ilgariroq avatdi. Men berib, Tibetning ko'pincha kanitlarini va ba'zi qal'alarni ishg'ol qilib turgan vaqtimda xon yetib keldi. Lashkarlarning oldi keyin yig'ildi. Xon bilan kelgan hamma lashkarlar 1000 kishi ekan. Hisoblab ko'rsak 5000 kishiga qishni chiqarmoq uchun Tibet tarchilik qildi ekan. Xon maslahat qilib, meni Iskandar Sulton bilan billa 4000 kishini qo'shib Kashmirga avatdi. Xon 1000 kishi bilan billa Baltuga yurish qildi. Baltu Tibet bilan Bellurning orasidagi bir viloyatdir. Bu qishxon Baltuda urush qilib, atiyaz bo'lganda yana Tibetga keldi. Men shu qish Kashmirga keldim va qish oxirida Kashmirning sardorlari bilan urush qildim. Pok va qudratli tag'ri g'alba ato qilib, butun Kashmir lashkarini ostin-ustin qilib, sardorlarni bo'ysundirib, Kashmir viloyatini o'zimizga tava qilmoq muqarrar bo'lgan edi. Ammo odamzod shaytonlarning odati tuzalgan ishni buzmoq va orqa tapriqchilik salmoqdan iboratdir. Ularning fitnasi va shumliq sababidan Kashmirni tava qilish muyassar bo'lmadi. Ilojisiz Kashmirning sardorlari bilan sulhi tuzib, Muhammad Shoh Kashmirning qizini xonning o'g'li Iskandar Sultonga nikoh qilib, xutba va oqchini Sulton Saidxonning itiga tayinlab, Kashmir mollaridan muyassar bo'lganlarni jumlab, atiyaz paytida yana Tibetga xonning mulozimatiga keldik. Xon bizni nurg'un shohona iltifotlar va xoqonlarcha marhamatlar bilan aziz qildi. Ondan meni yana Xitoy va Tibetning butxonasi bo'lgan
Өрсәң hozirgi Shizang avtonom rayonining markaziy Lasaning yana bir xil atilishi Muharrirdan. Tarafga berishga buyurdi. O'zi Qashqarga ravon bo'ldi. Xon Yarkentdan Tibetga kelish vaqtida islab nihoyatda zaiflashib ketgan bo'lib, ta bu muddatgacha obdan saqib ketmagan edi. Shunga nimali bo'lsin, yonmay chari yo'qdir deb yo'lga ravon bo'ldi. Xon islaydigan joyga yetganda uning kesili ig'irlashdi va shu joyda pak ruhiy ulug'liq olimiga parvoz qildi. Bu vaqtda tarixning hijriya 939-yili, milodiya 1533-yilga to'g'ri keladi. Muharrirdan bo'lgan edi. Bu voqealarning tafsiloti 2-daftarda bayon qilingusi.